Coursera platformasi tilini o'zgartirish uchun yuqoridagi yer shari belgisiga bosasiz va o'zingizga qulay tilni tanlaysiz. O'qiyotgan video kurslaringiz subtitri tilini o'zgartirishni istasangiz, avval kursga kirasiz. Video materialni bosasiz va video ostki o'ng burchagidagi sozlamalar belgisini bosasiz. Subtitles qismidan kerakli tilni tanlaysiz. Videoning transkripsiya tilini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, video ostidagi transkripsiyaning o'ng yuqori burchagidagi menyudan tanlashingiz mumkin. Iltimos, hamma kurslarda ham sizga kerakli til bo'lmasligini inobatga oling.